Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men qariyalar qo'shimchasi ochgani avgust oyida kimlar pensiyasiga yoki nafaqasiga qo'shimcha tarzda bir 5 million so'mgacha pul olishi mumkinligi haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas, balki ularning farzandlari, nevaralari, yaqinlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p hollarda qariya odam o'ziga tegishli pulni bilmaydi, hujjatini vaqtida topshirmaydi yoki qayerga murojaat qilishni tushunmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimga qo'shimcha to'lanishi, kim kutmasligi kerakligi, qaysi holatlarda pul chiqmay qolishi, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi va amalda nima qilish zarurligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir oilaning byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo vaziyatni to'g'ri tushunib olaylik. Qariyalar uchun to'lanadigan pensiya, nafaqa va ayrim qo'shimcha to'lovlar har doim bir xil tartibda berilmaydi. Ba'zi to'lovlar asosiy pensiya tarkibida bo'ladi. Ba'zilari esa alohida qo'shimcha sifatida hisoblanadi. Odamlar ko'pincha pensiya oshdi degan xabarni eshitadi va hamma bir xil miqdorda ko'proq oladi deb o'ylaydi. Aslida esa bunday emas. Kimning ish staji, nogironlik holati, yoshi, avval olgan pensiya turi, ijtimoiy himoya toifasi va hujjatlar qanday bo'lsa, to'lov ham shunga qarab belgilanadi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p qariyalar faqat o'zlariga tayinlangan asosiy pensiyani olib kelishgan. Masalan, kimdir yoshga doir pensiya olgan, kimdir nogironlik pensiyasi olgan, kimdir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olgan. Ayrim qo'shimchalar faqat alohida toifalarga tegishli bo'lgan. Masalan, yolg'iz yashovchi qariya, parvarishga muhtoj shaxs, urush yoki mehnat faxriysi, nogironligi bor fuqaro, kam ta'minlangan oila tarkibidagi keksalar. Lekin ko'pchilik bu qo'shimcha to'lovlar mavjudligini bilmagan yoki menga baribir chiqmaydi deb murojaat qilmagan. Endi nima o'zgardi? Avgust oyidan e'tiboran ayrim toifalardagi qariyalar uchun qo'shimcha to'lovlar qayta hisoblanishi, oshirilishi yoki bir martalik to'lov sifatida berilishi mumkin. Bu yerda eng muhim nuqta chunki 20 million so'm degan raqam hamma pensionerga avtomatik beriladi degani emas. Bu miqdor ayrim holatlarda yig'ilib qolgan farq, qayta hisob-kitob, qo'shimcha nafaqa parvarish puli yoki bir necha oylik to'lovning jamlanma sifatida chiqishi mumkin. Shuning uchun men har bir toifani alohida tushuntiraman. Asosiy qism bin, kim bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim kutmasligi kerak birinchi navbatda yoshga doir pensiya oladigan oddiy pensionerlar vaziyatni tushunib olishi kerak. Agar siz pensiya yoshiga yetib belgilangan tartibda pensiya olayotgan bo'lsangiz, sizga har oy beriladigan pensiya miqdori davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya, minimal pensiya miqdori ish staji va ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblanadi. Agar umumiy oshirish bo'lsa, odatda bu avtomatik qo'llanadi. Ya'ni siz har safar ariza yozib yurishingiz shart bo'lmaydi. Lekin sizning stajingiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'liq olinmagan bo'lsa yoki avval hisoblashda xatolik bo'lgan bo'lsa, unda qo'shimcha pul chiqishi mumkin. Masalan, bir otaxon 28 yil ish staji bilan pensiya olayotgan bo'lsin. Aslida esa uning yana 5 yillik ish davri arxidan topilmay qolgan. Farzandi borib arxidan ma'lumotnoma olib keldi. Pensiya jamg'armasiga topshirdi. Natijada pensiya qayta hisoblandi. Agar qayta hisoblash natijasida har oy 2-3 ming so'm farq chiqsa va bu farq bir necha oy uchun to'planib qolgan bo'lsa, avgustda birdaniga 20 million yoki 5 million so'm atrofida qo'shimcha tushishi mumkin. Demak, bu yerda gap hamma oladi haqida emas, hujjati to'g'rilangan odam ko'proq olishi mumkin haqida ketyapti. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan qariyalar. Agar qariya bir vaqtning o'zida pensiya yoshida bo'lsa va nogironlik guruh ham bo'lsa, u holda to'lov turi va qo'shimchalar juda ehtiyotkorlik bilan tekshirilishi kerak. Ba'zi odamlar nogironlik bo'yicha alohida imtiyozdan foydalanadi. Ba'zilari yoshga doir pensiya oladi. Ba'zilar esa parvarishga muhtoj deb tan olingan bo'lishi mumkin. Masalan, il guruh nogironligi bo'lgan onaxon doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, unga tegishli qo'shimcha to'lovlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Lekin bu avtomatik chiqmagan bo'lishi mumkin. Chunki tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi yoki parvarish masalasi tizimda to'liq aks etmagan bo'ladi. Hayotiy misol keltiraman. Bir onaxon 74 yoshda 2 guruh nogironligi bor, lekin farzandlari chet elda. U yolg'iz yashaydi, mahalla uni ro'yxatga olgan. Lekin uning yolg'izligi va ijtimoiy yordamga muhtojligi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan. Agar mahalla
tibbiyot muassasasi va ijtimoiy xizmat organlari orqali holat tasdiqlansa, ayrim qo'shimcha yordamlar tayinlanishi mumkin. Agar bu yordam avvaldan tayinlanishi kerak bo'lgan, lekin kechikkan bo'lsa, keyingi oyda jamlangan to'lov sifatida kattaroq summa kelishi mumkin. Shuning uchun qariyaning qo'lida faqat pensiya plastik kartasi bo'lishi yetarli emas. Uning ijtimoiy holati ham to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Uchinchi toifa yolg'iz yashovchi qariyalar. Bu juda muhim masala. Yolg'iz yashash degani faqat uyda bir o'zi o'tirish emas. Rasmiy ma'noda u bilan bir manzilda kim ro'yxatda turibdi? Farzandlari bormi? Ular moddiy yordam bera oladimi? Qariya o'zini o'zi parvarish qila oladimi? Shular hisobga olinadi. Ko'p oilalarda shunday holat bo'ladi. Bu uyda yolg'iz yashaydi, lekin nevarasi o'sha manzilda ro'yxatda turadi. Nevara aslida boshqa shaharda ishlaydi. Hujjatlarda esa bu yolg'iz emasdek ko'rinadi. Natijada unga ayrim qo'shimcha yordamlar chiqmaydi. Shuning uchun ro'yxat, yashash manzili va real holat bir-biriga mos bo'lishi kerak. 4-toifa minimal pensiya yoki kam miqdordagi nafaqa oluvchilar. Agar qariya juda kam pensiya olayotgan bo'lsa, masalan, ish staji yetarli bo'lmagani uchun minimal miqdorga yaqin to'lov olayotgan bo'lsa, davlat tomonidan belgilangan eng kam pensiya yoki ijtimoiy nafaqa miqdoridagi o'zgarish unga ta'sir qilishi mumkin. Bu holatda ham oshirilgan summa har doim katta bo'lmaydi. Lekin agar oldingi oylar bo'yicha farq hisoblanib qolsa, jami summa sezilarli bo'lishi mumkin. Masalan, har oy 300 ming so'mdan farq 3 oyga yig'ilsa, 900 ming so'm bo'ladi. Agar yana bir qo'shimcha to'lov qo'shilsa, 1,5 million so'mga yaqinlashishi mumkin. 5-toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladigan oilalar tarkibidagi qariyalar. Ba'zi oilalarda qariya o'zi pensiya oladi. Shu bilan birga boshqa bir asos bo'yicha ijtimoiy to'lovga ham aloqador bo'lishi mumkin. Lekin ikki xil to'lovni bir vaqtda olish tartibi har doim ham oddiy emas. Qaysi to'lov ustuvor, qaysi biri bir-birini cheklaydi. Qaysi holatda qo'shimcha beriladi? Buni mutaxassis tekshirishi kerak. Men ko'p uchratadigan xatolardan biri shuki, odamlar falon qo'shnim oldi, men ham olishim kerak deb o'ylaydi. Lekin qo'shnining huquqiy asosi boshqa bo'lishi mumkin. Uning nogironlik guruhi bor, sizda yo'q. Uning staji qayta hisoblangan, sizniki avvaldan to'g'ri. Uning bir martalik farqi chiqqan, sizda esa farq yo'q. Kim xavotir olish kerak? Agar siz yoki ota-onangiz oxirgi vaqtda pensiya miqdori o'zgarmaganini ko'rsangiz, lekin ish staji, nogironlik, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik tam ta'minlanganlik holati bo'yicha o'zgarish bo'lgan bo'lsa-da, albatta tekshirtirish kerak. Masalan, otangiz yaqinda 20 yoshga kirgan, lekin hech qanday qo'shimcha murojaat qilinmagan yoki onangiz ilgari ishlagan korxona yopilib ketgan, arxiv hujjatlari endi topilgan. Yoki qariya ilgari bir farzandi bilan ro'yxatda turgan, endi yolg'iz qolgan. Mana shunday holatlar bevosita to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz avvaldan to'g'ri hisoblangan bo'lsa, stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, qo'shimcha imtiyoz toifangiz bo'lmasa va davlat tomonidan umumiy oshirish avtomatik qo'llangan bo'lsa, siz alohida 1 million so'm kutmasligingiz kerak. Bu raqamni eshitib, bankomat oldida navbatda turish yoki nega menga tushmadi deb asabiylashish shart emas. Avval sababini aniqlash kerak. Siz ushbu toifaga kirasizmi yoki yo'qmi? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Odamlar aynan qaysi joyda xato qiladi? Birinchi xato faqat mish-mishga ishonish. Avgustda hamma qariyaga 1 million berarkan degan gap tarqaladi. Odamlar esa hujjatini tekshirmaydi. Rasmiy manbani ko'rmaydi. O'z toifasini bilmaydi. Natijada kutadi. Pul tushmaydi. Keyin norozilik paydo bo'ladi. Men tavsiya qiladigan birinchi qo'yda har qanday to'lovning nomi, asosi va kimga berilishi aniq bo'lishi kerak. Agar bu 3 savolga javob yo'q bo'lsa, demak siz hali ishonchli ma'lumotga ega emassiz. Ikkinchi xato, plastik kartaga pul tushmasa, to'lov berilmadi deb o'ylash. Ba'zan to'lov hisoblangan bo'ladi, lekin bank kartasi muddati tugagan bo'ladi, karta bloklangan bo'ladi. Bank rekvizitlari o'zgargan bo'ladi yoki pensiya yetkazib berish usuli boshqa tartibda bo'ladi. Ayniqsa qariyalar kartaning amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Farzandlari ham pensiya tushmayapti deb o'ylaydi. Aslida esa karta muammosi bo'ladi. Shuning uchun bank bilan ham tekshirish kerak. Uchinchi xato ro'yxatdagi manzil va real yashash joyi mos kelmasligi. Bu masala ayniqsa yolg'iz qariyalar, parvarishga muhtojlar va kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam oluvchilar uchun muhim. Masalan, qariya Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi, lekin aslida Samarqanddagi qizining uyida yashaydi.
Mahalla bir joyda tibbiy kuzatuv boshqa joyda. Pensiya esa 3-joydagi ma'lumotlar asosida yuritiladi. Bunday holatda qo'shimcha to'lov yoki yordam tayinlash cho'zilishi mumkin. Hamma ma'lumot bir tizimda to'g'ri ko'rinishi kerak. 4-xato. Tibbiy hujjatlar muddati o'tib ketishi. Nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik, tibbiy xulosa kabi hujjatlar ayrim hollarda muddati bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, tegishli qo'shimcha to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Qariya buni bilmasligi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'yicha ma'lumotnoma muddati tugagan, lekin oila buni sezmagan. Natijada qo'shimcha pul tushmaydi. Keyin hujjat yangilangach, hammasi qayta tiklanadimi yoki faqat ariza sanasidan boshlab beriladimi? Bu alohida tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun muddatlarni nazorat qilish kerak. 5-xato. Ish stajini isbotlovchi hujjatlarni yo'q deb hisoblash. Ko'pchilik eski korxona yopilib ketgan, endi iloji yo'q deydi. Aslida esa arxidan ma'lumot olish mumkin. Mehnat daftarchasi, buyruqlar, ish haqi vedomotlari, korxona arxivi, tuman arxivi yoki davlat arxivlari orqali ish davrini tasdiqlash imkoni bo'ladi. Ba'zan birgina 3-4 yillik staj qo'shilishi pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Agar avvalgi hisob kitobda shu davr kiritilmagan bo'lsa, qayta hisoblash orqali qo'shimcha pul chiqishi mumkin. 6-nozik jihat. Hamma qo'shimcha to'lov bir xil nom bilan yurmaydi. Odamlar qariyalar qo'shimchasi deb umumiy aytadi, lekin amalda bu pensiyaga ustama. Kompensatsiya. Ijtimoiy yordam, parvarish puli, qayta hisoblangan farq, bir martalik moddiy yordam yoki mahalla orqali beriladigan yordam bo'lishi mumkin. Har birining hujjati boshqa, muddati boshqa, mas'ul idorasi boshqa. Shuning uchun siz aynan qaysi to'lov haqida so'rayotganingizni bilishingiz kerak. Agar idoraga borib, menga 2 yil bo'yi million berishar ekan desangiz, xodim ham sizga aniq javob bera olmaydi. To'lovning asosini aytish kerak. Pensiya qayta hisoblanishi nogironlik bo'yicha qo'shimcha yolg'iz qariya sifatidagi yordam yoki ta'minlanganlik bo'yicha moddiy yordam. 7-jihat ariza topshirish sanasi. Ba'zi to'lovlar huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zilari ariza berilgan kundan, ba'zilari esa keyingi oydan boshlab hisoblanadi. Bu juda katta farq qiladi. Masalan, qariya iyun oyida huquqqa ega bo'lgan, lekin avgustda ariza bergan bo'lsa, ayrim holatda iyunda boshlab farq chiqishi mumkin. Ayrim holatda esa faqat avgust yoki sentabrdan boshlanadi. Shu sababli hujjatni kechiktirmaslik kerak. Keyinroq boramiz degan har bir oy pul yo'qotish degani bo'lishi mumkin. 8-jihat boshqa daromadlar va oila tarkibi. Kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy yordam masalasida qariyaning o'zi qancha pensiya olayotgani, uyda yana kimlar yashashi, ularning daromadi bor yo'qligi tekshirilishi mumkin. Masalan, qariya kam pensiya oladi, lekin shu manzilda yuqori daromadli farzandi ro'yxatda turadi. Amalda farzand boshqa joyda yashashi mumkin, lekin hujjatda bir oiladek ko'rinadi. Bu yordam tayinlanishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi zarur. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, qariyaning hozirgi pensiya yoki nafaqa miqdorini aniqlang. Oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini ko'ring. Bank ilovasidan, SMS xabarlardan yoki bankdan ko'chirma olib tekshiring. Agar qariya naqd oladigan bo'lsa, to'lov varaqasi yoki yetkazib berish ma'lumotini so'rang. Siz aniq raqamni bilmasangiz, oshganmi yoki yo'qmi? Farq bormi yoki yo'qmi? Tushuna olmaysiz. 2-qadam, qariyaning toifasini aniqlang. U yoshga doir pensiya oladimi? Nogironlik pensiyasi oladimi? Ijtimoiy nafaqa oladimi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladimi? Yolg'iz yashaydimi? Parvarishga muhtojmi? Kam ta'minlangan oila tarkibida turadimi? Mana shu savollarga javob yozib chiqing. Men doim odamlarga aytaman, og'zaki eslab yurish emas, qog'ozga yozing. Chunki idoraga borganda aniq gapirish kerak bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Asosiy hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqidagi ma'lumot va zarur bo'lsa, mahalla tomonidan beriladigan dalolatnoma bo'lishi mumkin. Har bir holatda hamma hujjat kerak bo'lmasligi mumkin, lekin asosiylarni tayyorlab qo'yish ishni tezlashtiradi. 4-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Masalan, onamning pensiyasini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish staji avval hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb yozing.
yoki otam nogironlik guruhi va parvarishga muhtojlik holati bo'yicha qo'shimcha to'lovlarga haqli yoki haqli emasligini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Arizada masala aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam. Arizani yozma topshiring va ro'yxatdan o'tganini tasdiqlating. Bu juda muhim. Og'zaki so'rab keyin kelarsiz degan javob bilan qaytib ketmang. Ariza raqami sana qabul qilgan tashkilot nomi bo'lsin. Agar elektron tarzda yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Keyin javob muddati o'tganda yoki natija chiqmaganda aynan shu raqam orqali so'raysiz. 6-qadam mahallaga murojaat qiling. Agar masala yolg'iz qariya, ijtimoiy yordam, kam ta'minlanganlik, parvarish yoki real yashash holati bilan bog'liq bo'lsa, mahalla muhim rol o'ynaydi. Mahalla qariyaning haqiqatda qanday sharoitda yashayotganini, kim qarayotganini, daromadi yetarlimi yoki yo'qmi, yolg'izmi yoki yo'qmi tasdiqlashda yordam berishi mumkin. Lekin mahallaga ham aniq murojaat qilish kerak. Yolg'iz yashovchi qariya sifatida holatni o'rganib, tegishli dalolatnoma yoki tavsiyanoma berishingizni so'rayman deb. 7-qadam tibbiy hujjatlarni tekshiring. Agar qariya sog'lig'i sababli parvarishga muhtoj bo'lsa, oilaviy poliklinika, shifokor xulosasi, tibbiy komissiya yoki nogironlikni belgilovchi organlar bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. O'zi yurishga qiynaladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Rasmiy xulosa kerak. Agar qariya haqiqatan ham o'zini o'zi eplay olmasa, buni hujjat bilan tasdiqlash zarur. 8-qadam arxiv hujjatlarini qidiring. Agar pensiya kam chiqayotganiga ish staji sabab bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, eski ish joylarini ro'yxat qilib chiqing. Qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagan, mehnat daftarchasida yozuv bormi, korxona nomi o'zgarganmi, yopilganmi, arxivga topshirilganmi? Bu ma'lumotlar asosida arxivga so'rov yuborish mumkin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi pensiya miqdorini ko'taradi va oldingi oylar uchun farq chiqaradi. 9-qadam bank muammolarini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqami to'g'rimi? Bankdagi hisob faolmi? Qariyalar ko'pincha kartani ishlatmaydi. PIN kodni unutadi, SMS kelmaydi. Pul hisoblangan bo'lsa ham odam undan foydalana olmay qoladi. Shuning uchun bankka borib, hisob holatini tekshirtirish kerak. 10-qadam javobni olgach, uni tushunib o'qing. Agar rad javobi kelsa, unda sabab yozilishi kerak. Sizga tegishli emas degan umumiy javob bilan cheklanmaslik kerak. Qaysi norma bo'yicha, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi shart bajarilmagan, buni bilish kerak. Agar hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Agar hisob kitobda xato deb o'ylasangiz, qayta ko'rib chiqishni so'raysiz. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilasiz. Men sizga yana bir amaliy misol aytaman. Bir otaxon 1.200.000 so'm pensiya olayotgan edi. Farzandlari nega kam deb tekshirtirdi. Ma'lum bo'lishicha, mehnat daftarchasida 1995-1992 yillardagi ish davri yozilgan, lekin pensiya hisobida to'liq aks etmagan. Arxivdan ma'lumot olindi, ariza berildi. Qayta hisoblashdan keyin pensiya oyiga 1.000 so'mga oshdi. Oldingi bir necha oy uchun farq ham qo'shilib, bir oyda 20 million so'mdan ortiq pul tushdi. Bu yerda odam yangilik bo'ldi deb emas, hujjatini to'g'rilagani uchun pul oldi. Yana bir misol, bir onaxon yolg'iz yashaydi, pensiyasi kam. Sog'lig'i ham yaxshi emas, lekin uyida ro'yxatda katta o'g'li turardi. O'g'li aslida boshqa viloyatda yashar edi. Hujjatlarda esa onaxon yolg'iz emasdek ko'ringan. Mahalla orqali real holat o'rganildi. Ro'yxat masalasi tartibga keltirildi. Ijtimoiy holati qayta ko'rib chiqildi. Shundan keyin unga ayrim yordamlar olish imkoniyati paydo bo'ldi. Demak, ba'zan muammo pulning o'zida emas, hujjatdagi nomuvofiqlikda bo'ladi. Yana bir vaziyat. Qariya nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lov kutadi, lekin tibbiy hujjat muddati tugagan. Oila buni bilmaydi. Pensiya jamg'armasiga borganda hujjat yangilanmagan degan javob oladi. Ular shifokorga boradi. Komissiyadan o'tadi, hujjat yangilanadi. Shundan keyin to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Agar ular buni 2 oy oldin qilganida, pul ham ertaroq tushgan bo'lardi. Shuning uchun men doim aytaman. Hujjatning muddati pulning taqdirini belgilaydi. Demak, avgust oyida qariyalar uchun qo'shimcha pul, jumladan 20 million so'mgacha bo'lgan summa ayrim holatlarda chiqishi mumkin. Lekin bu hamma pensionerga avtomatik beriladigan bir xil to'lov emas. Bu qayta hisoblash, hujjatlarning to'g'rilanishi ijtimoiy toifa, nogironlik, parvarishga muhtojlik, yolg'iz yashash yoki oldingi oylar farqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman.
ota-onangizning pensiyasini shunchaki tushib turibdi deb qo'ymang. Miqdorini tekshiring, stajini ko'ring. Hujjatlarni tartibga keltiring. Mahalla va pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Agar haqiqatan ham qo'shimcha to'lovga asos bo'lsa, uni talab qilish kerak. Agar asos bo'lmasa, hech bo'lmaganda vaziyatni aniq bilib olasiz va ortiqcha umid bilan vaqt yo'qotmaysiz. Sizning oilangizda qariya pensioner bormi? Avgust oyida pensiya yoki qo'shimcha to'lov oshdimi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Video like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men bunday muhim ijtimoiy va moliyaviy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman.